Men Umurzoqova Jasmina Samarqand davlat tibbiyot universitetini 2025-yili tamomladim. Muhtaram Prezidentimizning 2025-yil 14-fevral 61-sonli qaroriga muvofiq Kelajakka qadam dasturi yordamida Milliy bank tomonidan 1 milliard so'mlik kredit mablag'i ajratildi. Bu mablag'ga biz Almaz Medical klinikamizga MS Megaplus 265 apparatini va ultrazvukli terapiya apparatini va qolgan apparatlarni sotib oldik. Bugungi kunda Oqdaryo tumanida xizmat ko'rsatib kelayotgan Almaz Medical Center klinikamizga 5 nafar yoshlarni ish bilan ta'minladik. Bunday sharoitlarni yaratib bergan muhtaram Prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Siz ham Kelajakka qadam dasturi yordamida o'z tadbirkorligingizni rivojlantiring.